Shu qo'yini arqoni bilan bersa bo'lardi deyotgan ekanda. Hammaga assalomu alaykum. Men bir voqeani aytib bermoqchiman. Voqeami bu, latifa deydimi? Xullas, bu yog'ini kommentga o'zinglar yozib qo'yasizlar. Qadim zamonda bir podsho xalqimni rozi qilaman deb bosh tarqatibdi elga. Xalqini hammasini yig'ib, hammaga katta joy qilib, butun xalqini yig'ib bosh tarqatibdi. Yaxshi ziyofat uyushtiribdi, hamma narsa bor ekan. Hamma yeb, maza qilib, ichib, to'yib chiqib ketibdi, tarqalib ketibdi. Podsho eski kiyimlarini kiyib, ozgina vaqt o'tgandan keyin ko'chaga chiqib yursa, odamlar podshohimiz rosa boy, puli ko'p, shuncha mana zo'r ziyofat qildi. Shu ziyofatdan chiqib ketayotgandan keyin hammamizga bitta-bitta qo'y tarqatsa bo'lardi. Puli ko'p uni, hech qanday kamayib qolmasdi-ku debdi. Ozgina fursat o'tgandan keyin podsho yana shunaqa bosh tarqatibdi. Hammani yig'ib, zo'r ziyofat qilib, stol-stul qilib, hammani to'ydiradigan, hamma narsani qo'yib, mo'l ko'lchilik bilan qilibdi-da. Keyin chiqib ketayotganda hammaga bitta-bitta qo'y bilan chiqarib yuboribdi. Ozgina fursat o'tib, podsho yana shu eski kiyimlarini kiyib xalq orasiga chiqib yursa, xalq nima deyotgan ekan bilasizlarmi? Zo'r podshohimiz boy, puli ko'p, bosh tarqatdi, maza qildi, hammamizga bitta-bitta qo'y berdi. Shu qo'yini arqoni bilan bersa bo'lardi deyotgan ekanda. Bu eski hikoya yoki latifa bilmayman. Hammanglar balkim ko'pchiliklar eshitgandirsizlar. Nima demoqchiman? Hammaga birdek yoqib bo'lmas ekan. Hammani baravar rozi qilib bo'lmas ekan. Shunaqa. Shuning uchun hammani rozi qilaman deb o'zinglarni qiynab qo'ymanglar. Biz rozi qiladiganimizni kimligini hammamiz yaxshi bilamiz. Sog' bo'lasizlar.